Hazrat Alisher Navoiy Hazrat Alisher Navoiy Mahbubul Qulub asarlarida 59-tanbehlarda shunday deyaptilar. Yolg'onchi aytgan so'zini unutuvchi va o'ylab ko'rish va ehtiyotdan chetda uzoq kishidir. Har kimning so'zi chin bo'lmasa, rostgo'ylar, yaxshilar, sodiqlar ko'nglidan joy topa olmas. Yolg'onchi o'zining yolg'onini bir o'tkazadi, ikki o'tkazadi, ishontiradi, ammo so'ngida oshkor bo'lgach, nima bo'ladi? Sharmanda bo'ladi, rasvo bo'ladi. Uning so'ziga xalq ishonchi yo'qoladi. Ko'ngil xazinasining qulfi til va u xazinaning kaliti esa so'z deb bil, deyaptilar. Va fikrlarini davom ettirib, agar so'z go'zallik ziynati bilan ziynatlanmagan bo'lsa, unga to'g'rilik bezagi yetarlidir. Yolg'onchining gapi qanchalik chiroyli, go'zal bo'lsa ham, u shunchalik qabihdir. Chin so'z qanchalik betakalif bo'lmasin, so'zlovchi uchun afsuslanish yo'qdir. Gul libosi yirtiq bo'lsa ham ziyonsiz, sadaf xunuk bo'lsa ham inchga ziyoni yo'qdir, deyaptilar. Va fikrlarini davom ettirib, chaqimchilik haqida aytib, uning yolg'ondan ham yomonroq ekanligini aytib tushuntirib, fikrlarda davom etyaptilar.